Davom etamiz. Jamoat xavfsizligi universitetida O'zbekiston Respublikasining jinoyat protsessual va ma'muriy qonunchiligini zamonaviy talablar bilan uyg'unlashtirish, 30 yillik amaliy tajriba va rivojlanish istiqbollari mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Mazkur konferensiyada Rossiya, Qozog'iston va Belarus davlatlaridan yetakchi soha mutaxassislari, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Milliy gvardiya, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasining korrupsiyaga qarshi kurashish va sud huquq masalalari qo'mitasi a'zolari, mamlakatimizdagi bir qator oliy ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchilari ishtirok etdi. Konferensiya davomida jinoyat huquqini liberallashtirish, inson huquqlarini himoya qilishning huquqiy mexanizmlarini mustahkamlash, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning mustaqilligini ta'minlash, jinoyat prosessida odillik va tezkorlikni ta'minlash kabi masalalar bo'yicha muhim muhokamalar olib borildi. Shuningdek, iqtisodiy va korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olish, ma'muriy huquqbuzarliklar tizimini takomillashtirish va zamonaviy huquqiy tendensiyalarga mos qonunchilik islohotlarini amalga oshirish bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqildi. Tashkilotchilar va ishtirokchilar konferensiya yakunida kelgusida hamkorlikni kengaytirish, ilmiy tadqiqot ishlarini davom ettirish va O'zbekiston Respublikasi jinoyat protsessual va ma'muriy qonunchiligini zamonaviy talablar bilan uyg'unlashtirish hamda amaliyotga tatbiq etish borasida umumiy kelishuvga erishdilar. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan sud islohotlari jarayonida O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi, Jinoyat protsessual kodeksi va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarning o'rni juda ham katta. Zero bugungi kundagi xalq osoyishtaligini, mahalladagi farovonlikni ta'minlashda har qanday qilmish, huquqbuzarlik yoki jinoyat uchun javobgarlik muqarrar bo'lishi shart. Ilmiy nazariy xalqaro konferensiyada aynan shu masalalar muhokama qilindi. Anjuman ishtirokchilari va mutaxassislar tomonidan olib boriladigan ilmiy munozaralar, taqdim etilgan ma'ruzalar va muhokamalar huquqiy islohotlar samaradorligini oshirish, qonunchilikni yanada takomillashtirish va jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga muhim hissa qo'shadi. Konferensiyaning natijalari nafaqat ilmiy hamjamiyat uchun, balki qonunchilik jarayoni va huquqni qo'llab-quvvatlash amaliyoti uchun ham muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.